obunachilar trekkerda ablisovkasi deb e'tibor berasizlar. Ko'rganmizki, hamma borki qo'yilgan deysizlar, lekin juda ham ajoyib, chiroyli turadi. Bitta yaqinroqlashib ko'rsatib. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bu. Hop, ikkinchisini reklama qilib yuboramiz. Ikkinchisini ham Lexus deb atashadi, lekin aslida Lexus emas. Kommentariya aqlli odamlar ko'palar. Telegramga, Instagramga ana uni o'rgatishadi, menga kirib faqat. Otini yozaveringlar, nima ablisovka deyiladi. To'g'ri, mashinani bizdan-da ko'ra zo'r tushunadiganlar juda ko'p bor Instagramga. Mana bu ablisovka nima deysizlar? Bitta shu yaqinroq olib keldim, qara. Buni ham Lexus deyishadi. Biladiganlar kommentariyaga otini yozib qo'yasizlar. 3 xil pozitsiyasi bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa kelaverasizlar. Qaranglar, trekkerga juda katta xarajat qilavish shart emas. Trekkerga 4 ta balon, bitta ablisovka, bitta ana bunasi o'pmagandan qo'yasizlar. Qara. Hech nima xarajat kerak emas. Ayniqsa qora bo'lsa, hammasi juda ham chiroyli, skromli bo'lib qoladi. Kimga qiziq bo'lsa, Universal Pranks kelaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.